Dastavkalarni kech olib borsangiz, boshlig'i sizni urishadimi, urishmaydimi? Urishadi. Urishadimi? Urishadi. Boshlig'ingiz qattiq qo'lmi shunchalik? Ha, qattiq qo'l. Siz boshlig'ingizni yaxshi ko'rasizmi, yomon ko'rasizmi? Sevaman. Sevasiz. Ha. Oka, Namangan shahridagi eng shashlipazi zo'ri siz ekansiz. Shu gap rostmi? Ha, rost. Eng zo'ri sizmi? Ha, Xudo xolasi chiroyli qilib beramiz. Sizdan zo'ri yo'q, ha, oka? Yo, endi Xudo xolasi bizdan-da zo'rlar ham bor-ku, endi biz ham imkon darajasida chiroyli qilib beramiz shashlik. Hozircha eng zo'ri sizmi, oka? Xudo xolasi. Gap yo'q, aka, rahmat. Qarang, mana tezkor tomonga reklama qilyapsiz-ku, ha? Ha? Shunda obunachilarga ko'p yolg'on gapirar ekansiz, shu rostmi? Yo'q, men yolg'on gapirmayman. Faqat va faqat haqiqatni Faqat gapiraman. haqiqatmi? Faqat haqiqat. Qarang, dastavkasi haqiqatan shahar bo'ylab bepulmi? Dastavkalar shahar bo'ylab bepul. Bitta ikkita zakaz qilganlarga 40 ming so'mdan, 3 va undan yuqori zakaz qilganlarga 35 ming so'm. Dastavka bepul. Bo'ldi, rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Yosh bo'lishiga qaramay ancha muvaffaqiyatlarga erishgan ekansiz. Bunaqa yosh ko'rinishingiz sababi nimada? Avvalambor assalomu alaykum. Yosh ko'rinishimiz sababi tezkor taomdan har kuni obedga set zakaz qilib yeyman. Setlari juda ham zo'r va sifatli. Shuning uchun Xudoga shukr, yosh ko'rinaman. Aha. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Namangan shahar bo'ylab dastavkasi mutlaqo nomerdan hozir yetkazib berish bo'yicha tezkor taom turibdi. Sog' bo'linglar. Rahmat aka. Xo'p.